Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun juda muhim, ba'zan esa og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu sizning moliyaviy barqarorligingizga, hatto huquqiy holatingizga bevosita ta'sir qiladigan masaladir. Gap nafaqaxo'rlar uchun javobgarlikning kuchaytirilishi haqida ketmoqda. Bu mavzu har bir nafaqaxo'rni, ularning oila a'zolarini va umuman jamiyatimizning barcha a'zolarini tashvishga solishi shart. Chunki biz nafaqaxo'rlarimizni hurmat qilsak ham, qonunlar oldida hamma barobar ekanligini unutmasligimiz kerak. Shuning uchun bugungi ma'lumotlar hayotingizda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq odamlar bilishi juda zarur. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bir paytlar nafaqaxo'rlar jamiyatning alohida himoyalangan qatlami hisoblanardi. Ularga nisbatan ayrim qonuniy me'yorlar qo'llanilganda ma'lum bir yengilliklar, murosalar mavjud edi. Masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha kichik qarzlar yoki pensiya to'lovlaridagi xatolar ba'zida katta e'tiborga olinmasdi. Ba'zi holatlarda pensiya jamg'armasi tomonidan yo'l qo'yilgan ortiqcha to'lovlarni undirishda ham ma'lum bir ehtiyotkorlik bilan yondashilardi. Bu yondashuv nafaqaxo'rlarning yoshini, sog'ligini va ijtimoiy himoyaga muhtojligini hisobga olgan holda shakllangan edi. Xalq orasida kekslarga tegishmaydi degan tushuncha ham bor edi. Lekin, hurmatli do'stlar, shuni ochiq aytishim kerakki, hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. So'nggi yillarda qonunchilikda va uning ijrosida juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Davlat organlari barcha toifadagi fuqarolarga nisbatan javobgarlikni kuchaytirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va barcha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarishni talab qilish siyosatini olib bormoqda. Bu siyosatdan nafaqaxo'rlar ham chetda qolgani yo'q. Endi nafaqaxo'rlar ham boshqa fuqarolar qatori o'z zimmasidagi majburiyatlarni to'liq va qat'iy bajarishlari shart. Bunga bir qancha sabablar bor. Birinchidan, davlat budjetining samaradorligini oshirish. Ikkinchidan, raqamlashtirishning joriy etilishi natijasida barcha ma'lumotlar osonroq kuzatiladi va tahlil qilinadi. Uchinchidan, moliyaviy intizomni kuchaytirish va har qanday turdagi suiiste'molliklarning oldini olishga qaratilgan harakatlar kuchaytirildi. Bugun biz aynan qanday sohalarda bu javobgarlik kuchayganini va bu sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Asosan 3 ta asosiy yo'nalishga e'tibor qaratamiz. Pensiya va nafaqa to'lovlaridagi ortiqcha to'lovlar, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar va mulk bilan bog'liq majburiyatlar. Birinchi asosiy qism. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas? Pensiya va nafaqa to'lovlaridagi ortiqcha to'lovlar. Bu eng ko'p uchraydigan va nafaqaxo'rlarni to'g'ridan to'g'ri xavf ostiga qo'yadigan holatlardan biridir. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa ijtimoiy ta'minot organlari tomonidan xato tufayli yoki nafaqaxo'rning o'zi tegishli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etmagani sababli ortiqcha pul mablag'lari to'lanishi mumkin. Sabablari: pensiya jamg'armasining texnik xatosi, ba'zida tizimdagi nosozliklar yoki inson omili tufayli pensiya miqdori noto'g'ri hisoblanishi mumkin. 2. Nafaqaxo'rning majburiyatini bajarmasligi. Masalan, agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olsangiz va qayta turmush qursangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Agar siz ishga joylashsangiz va ishlayotgan pensiya oluvchi sifatida qonun tomonidan belgilangan tartibda o'zgarishlarni ma'lum qilmasangiz, bu ham ortiqcha to'lovga olib keladi. Yoki siz biror bir turdagi imtiyozli nafaqa olib, keyinchalik bu imtiyozga bo'lgan huquqingizni yo'qotsangiz-da, uni xabar qilmasangiz, boshqa bir holat, nogironlik pensiyasini oluvchi shaxsning salomatligi yaxshilanishi va nogironlik guruhining o'zgarishi. Ammo bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot berilmaganligi. Vafot etgan shaxsning pensiyasi ba'zida vafot etgan nafaqaxo'rning hisobiga bir necha oydan keyin ham pensiya tushishi mumkin. Chunki ma'lumotlar bazasi yangilanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu mablag'lar keyinchalik merosxo'rlardan undirib olinadi. Oqibatlari qonunga muvofiq ortiqcha to'langan mablag'lar pensiya jamg'armasi tomonidan undirib olinishi shart. Bu undirish sizning kelgusi pensiya to'lovlaringizdan ma'lum foizda ushlab qolish orqali amalga oshirilishi mumkin. Agar bu mablag'lar juda katta bo'lsa va ixtiyoriy ravishda qaytarilmasa, sud orqali undirilishi mumkin. Sud qarori bilan sizning mol-mulkingizga, bank hisobingizga yoki boshqa daromadlaringizga nisbatan ijro harakatlari boshlanishi mumkin.
Misol, O'zbekistonlik Otabek bobo boquvchini yo'qotganligi sababli nafaqa olardi. Uning xotini vafot etgan edi. Bir necha yildan so'ng Otabek bobo qo'shni mahalla fuqarosi Nargiza ayolga uylandi. U o'zining turmush holati o'zgarganligi haqida pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Yoki bu majburiyatni bilmasdi. Natijada u yana 3 yil davomida boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olaverdi. Oradan ma'lum vaqt o'tib, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari va pensiya jamg'armasi o'rtasidagi raqamli ma'lumotlar almashinuvi tizimi orqali bu holat aniqlandi. Pensiya jamg'armasi Otabek boboga 3 yil davomida ortiqcha to'langan 9 million so'm pulni qaytarish talabini qo'ydi. Otabek boboning jami pensiyasi 1 million 200 ming so'm edi. Endi u har oyda pensiyasini 2 ming so'm miqdorida ushlab qolish orqali bu qarzdorlikni qoplamoqda. Bu uning oilaviy byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. 2. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar. Gaz, elektr energiyasi, suv, issiqlik ta'minoti va maishiy chiqindilarni olib ketish uchun to'lovlar har bir fuqaroning, shu jumladan nafaqaxo'rlarning ham majburiyatidir. Sabablari to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik, ba'zi nafaqaxo'rlar pensiya olish kuniga qadar kutishadi yoki shunchaki to'lovlarni esdan chiqarishadi. 2. Moliyaviy qiyinchiliklar. Ba'zi hollarda nafaqa miqdori kommunal xizmatlar va boshqa zaruriy xarajatlarni qoplashga yetmasligi mumkin. 3. Hisoblagich ma'lumotlarini noto'g'ri ko'rsatish yoki taqdim etmaslik. Bu ham noto'g'ri hisob-kitoblarga va keyinchalik katta qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Oqibatlari kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jarima va penyalar. Har bir kechiktirilgan kun uchun jarima hisoblanadi. Xizmatni o'chirish, elektr energiyasi, gaz yoki suv ta'minoti to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu ayniqsa qish mavsumida juda xavfli holatdir. Sudga berish. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar qarzdorlikni sud orqali undirishga haqli. Mol-mulkni xatlashi sud qaroriga asosan ijrochi nafaqaxo'rning bank hisobidagi pul mablag'larini, avtomobilni yoki hattoki uyini ham xatlashi mumkin. Albatta uy-joyga nisbatan eng oxirgi chora qo'llaniladi, lekin qonuniy imkoniyat bor. Misol Namanganlik Ro'hat opa 2 xonali uyda yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi erta yoshdagi farzandlari vafot etganligi sababli ozgina pastroq edi. Ro'hat opa kommunal to'lovlarni to'lashda doim qiynalardi. U bir necha yil davomida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni muntazam ravishda kechiktirib keldi. Natijada uning qarzi 7 million so'mga yetdi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uni bir necha bor ogohlantirishdi. Lekin to'lov amalga oshirilmagach, sudga murojaat qilishdi. Sud qarori bilan uning pensiyasining o'tim puli miqdorida ushlab qolish belgilandi. Bu uning oylik pensiyasini qariyb 3 dan bir qismiga qisqartirdi va uning og'ir sharoitini yanada murakkablashtirdi. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun har bir to'lovni diqqat bilan nazorat qilish va o'z vaqtida amalga oshirish juda muhimdir. 30. Mulk bilan bog'liq majburiyatlar nafaqaxo'rlar, boshqa fuqarolar qatori o'zlariga tegishli mol-mulk uchun soliq to'lashlari shart. Bu ko'chmas mulk, uy-joy, yer uchastkasi va avtotransport vositalari uchun soliqlar bo'lishi mumkin. Sabablari soliq bildirishnomalarini olmaslik yoki e'tiborsiz qoldirish. Ba'zi nafaqaxo'rlar pochta orqali kelgan xatlarni o'qishmaydi yoki ularning ahamiyatini tushunishmaydi. 2. Soliq imtiyozlarini bilmaslik. Ba'zi nafaqaxo'rlar uchun mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar mavjud. Ammo ular bu imtiyozlardan foydalanish tartibini bilmasligi mumkin. O'ta umumiy beparvolik, soliq to'lash majburiyatini unutish yoki unga jiddiy qaramaslik. Oqibatlari qarzdorlikning o'sishi, to'lanmagan soliqlar bo'yicha penyalar va jarimalar hisoblanadi. Soliq organlarining choralari. Soliq organlari to'lanmagan soliqlar uchun sudga murojaat qilish huquqiga ega. Bank hisoblariga taqiq. Sud qarori bilan nafaqaxo'rning bankdagi pul mablag'lari muzlatilishi mumkin. Mulkni xatlash. Eng og'ir holatlarda soliq qarzdorligi tufayli uy-joy yoki avtomobil kabi mol-mulk xatlanishi va sotilishiga olib kelishi mumkin. Misol, Qashqadaryolik O'g'loy momo o'ziga tegishli uy-joy va kichik bog' uchastkasi uchun bir necha yildan beri mulk solig'ini to'lamay kelgan. U pochta orqali kelgan soliq bildirishnomalarini shunchaki chetga surib qo'yardi. Chunki mendan nima ham olishardi deb o'ylardi. 3 yil ichida uning soliq qarzdorligi 2 million so'mga yetdi. Penyalar va jarimalar bilan birga bu summa 3 million 500 ming so'mga ko'tarildi. Mahalliy soliq inspeksiyasi bir necha ogohlantirishlardan so'ng sudga murojaat qildi.
sud qarori bilan O'g'iloy Mo'minning pensiyasidan har oyda ma'lum miqdorda pul ushlab qolish belgilandi. Bu ham uning kundalik turmushiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Kim xavotirlanishi kerak? Aslida yuqorida sanab o'tilgan majburiyatlarning bajarilishiga beparvo bo'lgan har bir nafaqaxo'r xavotirlanishi kerak. Ayniqsa o'zining ijtimoiy holati, daromadlar yoki mol-mulkiga oid har qanday o'zgarishlarni tegishli organlarga o'z vaqtida xabar bermaydiganlar. Shuningdek, kommunal to'lovlarni muntazam ravishda kechiktiruvchilar va soliq bildirishnomalariga e'tibor bermaydiganlar. Kim xavotirlanishi shart emas. O'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajaradigan, ya'ni pensiya jamg'armasiga barcha o'zgarishlarni xabar beradigan, kommunal to'lovlarni va soliqlarni muntazam to'laydigan nafaqaxo'rlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz mas'uliyatli bo'lsangiz, qonuniy himoyadasiz. Ikkinchi asosiy qism: qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har bir qoidaning o'z istisnolari va nozik jihatlari mavjud. Nafaqaxo'rlar uchun javobgarlik kuchaytirilgan bo'lsa-da, ba'zi holatlarda ularning huquqlari va imtiyozlari saqlanib qoladi. Davom muddati. Ortiqcha to'langan pensiya yoki nafaqa mablag'larini undirishda davom muddati muhim rol o'ynaydi. Umumiy qoidaga ko'ra fuqarolik munosabatlarida davom muddati 3 yil. Ya'ni pensiya jamg'armasi yoki boshqa organlar 3 yildan ortiq muddatga oid ortiqcha to'lovlarni sud orqali undira olmaydi. Biroq agar sizda firibgarlik yoki yolg'on ma'lumot taqdim etish holatlari aniqlansa, bu muddatlar qo'llanilmasligi mumkin. Kommunal to'lovlar va soliqlar bo'yicha ham o'ziga xos davom muddatlari mavjud bo'lib, ular ko'pincha 3 yilni tashkil etadi. Shuni unutmangki, agar sizga rasmiy xat kelib, unda belgilangan muddatda to'lovni amalga oshirmasangiz, davom muddati o'zgarmasangiz, davom muddati uzaytirilishi mumkin. Chunki har bir yangi yuborilgan ogohlantirish yoki to'lov talabi davom muddatini qayta boshlashi mumkin. Misol, Feruza buvi 10 yil oldin erini yo'qotgan va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olardi. U 5 yil avval qayta turmush qurgan, lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. 5 yil o'tgach bu holat aniqlandi. Pensiya jamg'armasi unga 5 yillik ortiqcha to'lovni qaytarish talabini qo'ydi. Ammo Feruza buvi advokat bilan maslahatlashib, sud orqali faqatgina oxirgi 3 yil uchun to'langan ortiqcha mablag'larni undirish mumkinligini isbotladi. Chunki 5 yildan oldingi davr uchun da'vo muddati o'tib ketgan edi. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa shuki, bu holatda Feruza bu yolg'on ma'lumot taqdim etmagan, balki shunchaki ma'lumot berishni unutgan. Agar u qasddan soxta hujjatlar taqdim etganida, da'vo muddati qo'llanilmasligi mumkin edi. Ikkini, moliyaviy qiyinchiliklar va yengilliklar sud ijrochilarining harakatlarida nafaqaxo'rning yashash minimumini ta'minlash prinsipi mavjud. Ya'ni pensiyadan undiruv harakatlari amalga oshirilganda nafaqaxo'rning tirikchilik uchun zarur bo'lgan mablag'i saqlanib qolishi shart. Qonunga ko'ra har qanday ijro ishi davomida nafaqadan oyiga ko'pi bilan e'xib-kidi ushlab qolinishi mumkin. Ammo agar nafaqaxo'rda ikkita ijro ishi bo'lsa, masalan, bir vaqtning o'zida ham pensiya ortiqcha to'lovi, ham kommunal qarz undirilayotgan bo'lsa, umumiy ushlab qolinadigan summa edim-pandidan oshmasligi kerak. Yana shuni ta'kidlash joizki, ayrim turdagi nafaqalar, masalan, nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari ham ijro harakatlari ta'siri ostida bo'ladi. Ammo bu yerda ham eng kam pensiya miqdoridan kam bo'lmagan mablag' nafaqaxo'rga qoldirilishi shart. O'rtu, qasddan qilingan xato va oddiy xato. Agar ortiqcha to'lov yoki qarz yig'ilishi nafaqaxo'rning qasddan qilgan firibgarlik harakatlari natijasi bo'lsa, masalan, yolg'on ma'lumotlar taqdim etish, hujjatlarni qalbakilashtirish, unda jinoiy javobgarlik yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda davom muddati qo'llanilmaydi va barcha ortiqcha olingan mablag'lar qaytarilishi shart bo'ladi. Agar bu oddiy xato, unutish yoki axborot yetishmasligi tufayli yuz bergan bo'lsa, unda javobgarlik moliyaviy undiruv bilan cheklanadi va odatda jinoiy ish qo'zg'atilmaydi. 4. Ishonchnoma va vakillik. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'z moliyaviy ishlarini yoki rasmiy yozishmalarni yaqinlariga topshirishadi. Agar qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov yuzaga kelgan bo'lsa, unda qonuniy javobgarlik asosan nafaqaxo'rning o'zida bo'ladi. Ammo agar vakil masalan ishonchnoma asosida ish yurituvchi farzand qasddan xato qilgan bo'lsa va bu nafaqaxo'rga zarar yetkazgan bo'lsa, unda vakilga nisbatan ham tegishli choralar ko'rilishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma berishdan oldin bu masalani jiddiy ko'rib chiqish lozim. 5. Huquqiy yordam. O'zbekistonda nafaqaxo'rlar uchun bepul yuridik maslahat xizmatlari mavjud.
Masalan, tuman, shahar adliya bo'limlari huzuridagi yuridik xizmat ko'rsatish markazlari. Nodavlat notijorat tashkilotlar NNT tomonidan tashkil etilgan bepul yuridik klinikalar shular jumlasidandir. Bunday xizmatlardan foydalanish orqali siz o'zingizning huquqlaringizni bilib olishingiz va vaziyatni qonuniy yo'l bilan hal qilishga yordam olishingiz mumkin. Bu ayniqsa sudga chaqiruv kelganda yoki pensiya jamg'armasidan katta miqdordagi undiruv talab qilinganda juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Hurmatli tomoshabinlar, bu ma'lumotlar shunchaki nazariy emas, balki amaliy ahamiyatga ega. Vaziyatni to'g'rilash va kelajakdagi muammolarni oldini olish uchun aniq qadamlar qo'yishingiz kerak. 1. Hujjatlarni muntazam nazorat qiling va saqlang. Pensiya to'lovlari haqidagi ma'lumotnomalar. Har oyda pensiya varaqangizni agar mavjud bo'lsa yoki bank hisobingizdan ko'chirmalarni diqqat bilan tekshiring. Noto'g'ri yoki kutilmagan summalarni sezganingizda darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kommunal to'lov kvitansiyalari. Har bir to'lov kvitansiyasini kamida 3 yil davomida saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tortishuvlarda sizning haqligingizni isbotlash uchun yordam beradi. To'lovlar va qarzdorlik holatini muntazam ravishda, masalan, har oyda bir marta tekshirib turing. Shaxsiy kabinetlar orqali yoki bevosita tashkilotlarga murojaat qilib, soliq bildirishnomalari, soliq inspeksiyasidan kelgan har qanday xatni diqqat bilan o'qing. Agar siz mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lsangiz, masalan, oltin daftar, temir daftarga kiritilgan bo'lsangiz yoki soliq kodeksida belgilangan boshqa imtiyozlar, ularni rasmiylashtirish uchun soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. 2. O'zgarishlar haqida zudlik bilan xabar bering. Ijtimoiy holatdagi o'zgarishlar. Agar siz oilaviy holatingizni o'zgartirsangiz, masalan, qayta turmush qursangiz, yangi ishga joylashsangiz, yashash joyingizni o'zgartirsangiz, imtiyozlarga bo'lgan huquqingiz o'zgarsa, masalan, nogironlik guruhi o'zgarsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga, boshqa tegishli organlarga, masalan, mahalla fuqarolar yig'iniga zudlik bilan yozma ravishda xabar bering. Xabarnomaning nusxasini va qabul qilinganligi haqidagi belgini o'zingizda saqlab qo'ling. Mulkdagi o'zgarishlar, agar sizga tegishli mol-mulk sotilsa, sotib olinsa yoki o'tkazilsa, bu haqda kadastr organlariga va soliq inspeksiyasiga o'z vaqtida ma'lumot bering. 2. Noto'g'ri ma'lumotlarni aniqlashda nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasidan ortiqcha to'lov haqida xat kelgan bo'lsa, birinchi navbatda xatda ko'rsatilgan ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganing. Keyin pensiya jamg'armasiga shaxsan borib, ushbu holat bo'yicha tushuntirish talab qiling. Agar siz xatoga yo'l qo'ymaganligingizga amin bo'lsangiz, yozma ravishda e'tiroz bildiring va barcha dalillaringizni, masalan, to'lov kvitansiyalari, holat o'zgarganligi haqidagi hujjatlar ilova qiling. Agar masala hal bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Kommunal qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish kelgan bo'lsa, ogohlantirishni e'tiborsiz qoldirmang. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilib, qarzdorlikning sabablarini aniqlang. Agar hisob-kitobda xatolik bo'lgan deb hisoblasangiz, hisoblagich ko'rsatkichlari yoki to'lov kvitansiyalarini taqdim etib, qayta hisob-kitob qilishni talab qiling. Agar moliyaviy ahvolingiz qiyin bo'lsa, qarzni bo'lib to'lash bo'yicha kelishuvga erishishga harakat qiling. Soliq qarzdorligi aniqlansa, soliq inspeksiyasiga borib, qarzdorlikning kelib chiqish sababini bilib oling. Agar imtiyozlarga ega bo'lsangiz, ularni rasmiylashtiring. Soliq to'lashga qiynalsangiz, muddatni kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyatlarini so'rab murojaat qiling. 4. Huquqiy yordam olish. Bepul maslahatlar. Yuqorida aytib o'tilganidek, Adliya vazirligining hududiy bo'linmalari, yuridik xizmat ko'rsatish markazlari va ayrim nodavlat notijorat tashkilotlari, masalan, mahalla jamg'armasi yoki pensionerlarning huquqlarini himoya qilishga ixtisoslashgan entilar bepul yuridik maslahatlar beradi. O'zingiz yashaydigan hududda bunday tashkilotlarni toping va murojaat qiling. Advokatga murojaat. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, ayniqsa sudga murojaat qilishga to'g'ri kelsa, malakali advokat yordamiga murojaat qilishdan tortinmang. Ba'zi hollarda pensionerlar uchun advokat xizmatlari bepul yoki imtiyozli asosda taqdim etilishi mumkin. 5. Raqamli savodxonlikni oshirish. Hozirgi zamonda deyarli barcha xizmatlar raqamlashtirilgan. Online banking ilovalari, kommunal xizmatlar uchun shaxsiy kabinetlar va soliq to'lovchining shaxsiy kabinetlari orqali siz o'zingizning barcha to'lovlaringizni va qarzdorlik holatingizni kuzatishingiz mumkin.
Agar sizga bu texnologiyalarni o'zlashtirish qiyin bo'lsa, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki qo'shnilaringizdan yordam so'rang. Bu sizga ko'p vaqtni tejaydi va moliyaviy muammolarning oldini oladi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, nafaqaxo'rlar uchun javobgarlikning kuchaytirilishi zamonaviy davlatning intizomni va shaffoflikni oshirishga qaratilgan tabiiy jarayonidir. Bu shuni anglatadiki, har bir fuqaro yoshidan qat'iy nazar o'zining ijtimoiy va moliyaviy majburiyatlarini to'liq tushunishi va bajarishi shart. Bu borada beparvolikning oqibatlari ilgari kichik muammo bo'lib tuyulgan bo'lsa, hozirda jiddiy moliyaviy va huquqiy sanksiyalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men sizlarni hushyor bo'lishga, o'z huquqlaringiz va majburiyatlaringizni bilishga, shuningdek moliyaviy ishlaringizni muntazam ravishda nazorat qilib borishga chaqiraman. Esingizda bo'lsin, oldini olish davolashdan ko'ra osonroq. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning jamoamiz sizga eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.